Assalomu alaykum. Sizlar bilan Free Crypto Spark kanali. Sizni g'oyibona ko'rib turganimdan juda xursandman. Bugun yana bir sayt haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Aziz tomoshabinlar, xo'p. Ketdik. Endi nima qilamiz? Bu saytning nomi USDT Adaminer deb nomlanadi. Bu sayt ham juda oson, saytda ham ishlash juda oson. Endi nima qilamiz? Bu saytda ishlash uchun biz birinchi o'rinda shu saytga kirib olgan holatda Get Started tugmasini bosamiz. Hamda bu yerga o'sha Faucet Pay hamyonimizni Faucet Pay hamyoniga ulangan Gmail'imizni kirgizib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu saytga men ilgari kirib qo'yganman. Yaqin orada kirgan edim va mana hozir o'zi avtomatik tarzda USDT menga ishlab bermoqda. Xo'p. Endi bu saytni qisqacha tanishtirib o'taman. Birinchi o'rinda bu saytga kiramiz hamda USDT kriptovalyutasini avtomatik tarzda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hop. Endi keyingi qiladigan ishimiz aynan ko'ramizki, bu yerda turli kriptovalyutalarni ham ishlashimiz mumkin bo'ladi. Men yana eslatib o'taman. Bular hammasi haqida bitta-bittadan men albatta bitta video yana tayyorlab chiqaman. Alohida video qilib ko'rsataman sizlarga, tushuntirib o'taman. Bu yerda ikkinchi qiladigan ishimiz albatta o'sha referallar orqali, ya'ni o'zimizga ishongan do'stlarimiz, balki barcha yaqin tanishlarimizga shu saytni havolasini yuborgan holatda referal qilib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Va mana birinchi biz ishga tushirganimizdan so'ng bizga 10 GHz, ya'ni quvvat manbai beriladi. Ya'ni shu saytda USDT kriptovalyutasini ishlashimiz uchun. Yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Do'stlar, bu saytda men hech qanaqa reklamasini olmaganman. Hech qanaqa bu sayt menga aloqador emas. Yana bir narsani aytaman. Bu sayt orada ishlayapti. Men bu saytdan pul chiqarib ko'rganman va chiqqani uchun ishonchli bo'lganim uchun va bu videoni sizlarga olib ko'rsatishga qaror qildim. Xo'p, davom etamiz. Endi bunga hattoki depozit ham kiritsa bo'ladi, lekin men tavsiya qilmayman, chunki bu saytlar bugun chiqib bir hafta 10 kun ishlashi mumkin. Bor mana bir oy ishlar, undan keyin o'zi yopilib ketish ehtimoli bo'ladi. Undan ko'ra shu o'zini imkoniyat darajasida shu referallar orqali ishlash mumkin bo'ladi. Hop, mana ko'ryapsiz, bizning balansimiz ishlab kelmoqda. Balansimiz ishlab kelgandan keyin kelinglar bu shu gap amaliyot bilan bo'lgani uchun shu narsani o'sha Faucet Pay hamyonimizga birgalikda chiqarib ko'ramiz. Reserval tugmasini bosdim va bu yerda mana ko'rganingizdek minimalni 0.001 USDT chiqarish mumkin ekan, ya'ni Faucet Pay kashlovga hamyoniga. Mana bu yerda maksimalni bizda 0.01 ishlab topganmiz va shuni endi biz chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Va ketdik, yozamiz. 0.01 5 80 67 va mana ko'rdingiz, bu bizga to'lab berildi deb ko'rsatilyapti va mana o'zbekcha tarjima qilib ko'ramiz. Ozgina aytib bo'lmaysizlar, internet sal sekinroq ishlayapti. Mana pul yechib olish haqidagi so'rovingiz ko'rib chiqilmoqda. Uni tez orada hamyoningizga olasiz degan bizga ma'lumot jo'natishdi va endi orqaga qaytamiz. Va mana bizning hisobimizda o'sha ishlab topganlarimiz Faucet Pay hamyoniga ketdi va mana bu yerda yana o'sha USDT mining bizning hisobimizda shu saytda bo'lgani uchun yana ishlashda davom etyapti. Va bu saytning bitta zo'r tarafi, sizlar shu bir marta kirib qo'yasizlar va shu orqali bir kunda kirasizlarmi, 2 kun, 3 kundami, bir haftadami bu sayt o'sha ishlagunga qadar, o'sha tugamagunga qadar bu sayt sizlarga USDT ishlab berishda davom etadi. Endi referallar orqali agar sizlar shu o'zingizlarning yaqininglarni chaqiradigan bo'lsanglar, u ham USDT ishlashi mumkin bo'ladi sizlarning havola orqali va eng zo'ri sizlarga yanada ko'proq kuch, GHz 10 GHz bergan bo'lsa, ko'proq kuch beradi, kuch quvvat beradi va shu orqali sizlar ko'proq USDT kriptovalyutasini ishlashingiz mumkin bo'ladi. Va uni albatta Faucet Pay hamyoniga chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Nima uchun Faucet Pay hamyoniga deydigan insonlar uchun savoliga javob beraman. Sababi Faucet Pay hamyoniga
minimalni chiqarib USDT kriptovalyutasini va boshqa kriptovalyutalarni chiqarib olish minimal miqdori juda oz bo'lgani uchun, ya'ni foizi olish qabul qilish foizi kam bo'lgani uchun bemalol shu FaucetPay hamyoniga ishlab hamma chiqarganinglarni topganinglarni shu FaucetPay hamyoniga chiqarsanglar bo'ladi. Va endi buni biz tekshirib ko'ramiz. Ya'ni FaucetPay hamyoniga o'tib ko'ramiz. Shu hozir ishlab jo'natgan kriptovalyutamiz aynan USDT o'sha FaucetPay hamyoniga tushdimi. Do'stlar, biz USDT o'sha FaucetPay hamyoniga kirdik, o'zimizning hisob raqamimizga va USDT dashbordga bosdik va bizga har kuni shu FaucetPay hamyoniga bir ro'y kirib chiqqanimiz uchun bizga o'sha point beradi. Har pointlarni bularni keyinchalik yig'ib borsanglar, bularni o'sha vaqti yetgandan keyin, minimalkaga yetgandan keyin o'sha turli xil kriptovalyutalarga ayirib boshlasanglar bo'ladi. Va mana tekshirib o'tamiz. Mana bizga bugungi payout Receive Today deb yozilibdi. Xo'p. Bitta to'lov bizga kelib tushgan. Va mana do'stlar, Adaminer Pay hamyoniga bizga o'sha boyga chiqargan kriptovalyuta kelib tushgan. Demak, bu sayt aniq to'layapti. Shuning uchun sizlarga ham taklif beraman. Bemalol ishlab ko'rsanglar bo'ladi, lekin depozit, ya'ni pul kiritishlarni xohlamayman. Taklif qilmagan bo'ladi. Xo'p do'stlar, sizlar bilan yana keyingi videolarda oyiboni ko'rishguncha qolaman. Xo'p, bu ishlab topayotgan o'sha saytlarimizning hamma manzillarini havolasini men Telegram kanalimda qoldiraman. Xayr, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda oyiboni ko'rishguncha.